Men hech qachon o'ylamagan edim. Birga sahnada, xalqlar do'stligida birga duet aytaman deb. Agar 5 yil oldin ham menga aytishganda men ishonmas edim. Ham muxlis, ham Nilufarni shunaqa yaxshi ko'ramanki, insoniyligi, qalbi go'zal, o'ziga o'xshagan, juda ham samimiy, ochiq ko'ngil, hamma menimcha yaxshi ko'radi Nilufarni. Aytgan muzikalar juda ham yoqadi. Приятный. Ko'rish ham, eshitish ham har tomonlama yoqadi. Juda ham hurmat qilaman. Keldim mana konsertga. Ishdan chiqib, bolalar bog'chada ishlayman. Shu bolalar shovqinidan yana shu yoqqa keldim. Chunki menga yoqadi. Xalqni yugurib toshib xizmatini qilaveradi. Men ham xizmatkor, sen ham xizmatkor. O'shaning uchun xalq xizmatkorimiz sog' bo'linglar. Mana. Mana sizlarga. Siz meni yomon demang, ko'z yoshlari yolg'on demang, gunohimga gunohkor bo'lmang. Muhabbatim sarob bo'ldi, ko'ring rangim samon bo'ldi, kuyganlarim onamga aytman. Yig'lab artaman, 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 ko'z yoshim sekin artaman, aytaman, 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 dunyo yurgan qanday men aytaman, artaman, 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 ko'z yoshlarim sekin artaman, o'zim sekin aytaman. Ona kelganda bo'shashadi odam. Ona kelganda bo'ldi, onam keldi, bo'ldi, mana dunyo bo'lib ketmaydimi, suv toshib ketmaydimi, ayam keldi, bo'ldi, momoyim yo'q. Qanaqadir shunaqa bir tuyg'u bo'ldi menda, bo'ldi, ayam keldi, bo'ldi. Men ya расслабилась. Lekin aytdilar-ku, bo'ldi, men o'zing расслабиться qilmasdan davom etgan deb ketdilar. Chunki men rostdan bo'shashib, mazza qilib, ayam bilan nima deydi? Bola bo'lib haqiqiy. Ha, shunaqa sahnada bo'ladim, uyda bo'ladim, baribir onam deyman. Shuning uchun baribir odam o'zini qo'yib yuboradi onasini oldida. Mazza qildim, kutmagandim, bilmadim kelishini. Mendan boshqa svolochlar hamma bilgan ekan, hech kim aytmabdi menga. Hech kim aytmagan. Surpriz bo'pti, haqiqiy surpriz bo'pti. Kiyimlar, masovka orqada yana dekoratsiyalar yaxshi ishlanadi. Men Nilufar nimasiga qoyil qolaman? Ayol boshman, yolg'iz ayol boshi bilan bu ishlarni qilish nikajdan. 5 ta farzand bu yoqda. Da, 5 ta farzand. Konsert. Aytadi, yani yaxshim yomonmi yoningda ering tursa, sal suyanib turasan deydi-yu, lekin bu o'zi buni o'zidan o'tgan o'zi biladi, ham yig'ladi, ham kuldi bu sahnada.